Do'stlar, assalomu alaykum. Bugungi video aeroport Vnukovdan bo'ladi. Imni Mintron ichidan o'zimni tanishim bilan birga kirib boramiz. Amina so'raydimi, registratsiya so'raydimi va nimalar holatda bo'ladi? Qo'limizdan kelgancha tushuntirib beramiz. Videoni ko'rishdan oldin like bosib tarqatib qo'yinglar. Bugungi sana, ya'niki videoga olinadigan sana 14-fevral 2026-yil. Bu men qo'shnim bo'ladi. Zavodda biz birga ishlaganmiz. Hozir mana zavodga ishga kelib, shu reklama qilganman. Shu sentyabr, oktyabr oylarida bir 2 marta reklama qilib, shu yil va undan oldin kelam. O'sha zavod kelib, ishlab ketyapti. Komiljon, nima gap? Ish zo'r. Ish tamom bo'ldimi? Sezon tamommi? Sezon tamom. Yo, ro'zaga ketyapsanmi? Kelasi ham. Ikkalasi ham? Qancha oylik bo'ldi zavodda? Yaxshi, Xudoga shukr. Qancha Nasib katalog qancha olding? Bo'ladi 150 mingda. Oshiqroq. Malades. Yaxshi. Ba'zi odamlar kelib ishlamaydi, kommentariy yozadi, zavod yomon deydi. Mana shu bala 2019da o'zim chaqirib, olib kelib joylab, 15 kunda ketganman, 40 kunda kelganman, o'zi kelgancha farmoshchi bo'lib ishlab, mana hozir har yil borib kelib yuradi, ha? To'g'rimi? Uy olding, uyni ko'tarding, ustini yopding, adashmasam. Endi Xudo xohlasa. Mana bu bor uyini ustini yopib, yana sentyabrda naqd qaytib keladi, to'g'rimi? Xudo xohlasa. Patent, dokument hammasi 100%, to'g'rimi? 100%. Hamma dokument bor. Hozir ko'rsatib beramizki, Vnukovda nima holatda bo'lyapti? Nimadan so'rayapti? Ishtirok qilyaptimi, yo'qmi? Imini bular O'zbekiston havo yo'llari bilet odam, sumkalari yuki ko'pmi, kammi, qanaqa doполнительный summalar bo'ladi, ichkarida ko'rasizlar. Videoga like bosib, tarqatib qo'yinglar. Ishonchli aviakassa ekranda nomerlarda hamda ishonchli garantiya chiqmoqchilar, ekranda nomer telefon qo'yasizlar. O'zbekiston Tojikiston Qirg'iziston pul olmoqchi bo'lsangiz, bank Merit Prividan foydalaning. Promokod 20-20 Moskva va oblastdan garantiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar, odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat Xudo xolsa borib kelasizlar. Ekranda nomerlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Do'stlar, mana Vnukovani aeroport ichiga o'sha -1, ya'niki metro bilan kirib kelishdagi holat. Hozircha mana hech kim ko'ringani yo'q. Ochiladi kamera. Hozir ichkaridan ko'rsatamiz. Mana Xudo xolasa o'tib oldik sog'-salomat. Kimdir bitdan chiqsa ham bo'ladi. Hech qanaqa proverka bo'lgani yo'q. Biz esa har doimda liftdan chiqamiz, chunki lift udobniy. Agar lift buzuq bo'lmasa, ba'zi holatda buzuq bo'lishi mumkin. Liftdan chiqsangiz to'g'ri tipaga, ya'niki registratsiya bo'lgan joyga olib chiqadi. Mana liftdan chiqish do'stlar. Liftdan chiqish esa mana registratsiya boshlangan. Bizga Toshkent kerak, to'g'rimi Komiljon? Soat nechida uchish kerak? 21:50 mana HY 96 14 51 53 stoyka 53. Ketdik bu yoqqa. Registratsiya boshlangan mana 51 53. Na proverka bor bitta, na boshqa. Bugun kun sanasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdan aka? Buxoroning qayerdan? Mang'o'zi. Ha? Mang'o'zi. Nima gap aka? Zakon emas. Dokument qanaqa edi? Dokument qo'yib вообще. Nimaga tilab ketdingiz? Siz ko'rgan odam terlaydi. Ana bu sizni chizadigan odam qarindoshingiz emasmi? Aha. Buxoroliklar o'zi shunaqa zo'r gapiradi, ha? Qayerdan bu uncha narsa? Osh yeb kelyapti-da. Qayerdan shu buxoroliklar qiziq gapir? Qayerdan topib gapiradi? Bitta buxorolik tanishim borda, Jobir degan. Bir yangi kurtka oldi, aytayki, odam aytgan gap deydi. Ha, samaga eshak, o'sha eshak deydi. To'qim almashdi xolos deydi. Gap yo'q. Siz qayerda ishlaysiz aka? Bizlar shu stroyga, Luqaysaga, Podnaskova. Nimaga ketyapsiz uyga? Dokument tugadi. Dokument tugadi? Nimaga ketyapsiz oxir? Prosta borib dam olib qaytib kelasiz, to'g'rimi? Uyga bo'lib kelamiz. Turdovidagor, uydan hammasi vaqtida qilgansiz, to'g'rimi? Malades. Dokument qilgan odam spokon chiqib turadi, to'g'rimi? Gap yo'q. Hozir hech kim ushlamadi ham deydi. Bugun telefon qilganda biz 14-kuni ishlamaylar. Yo'q, biron yoqda. Aka qayerda avtomatga bijir qo'yasizmi, yo'qmi? Kelammi bijir qo'yish? Shundoq suxanga bijir qo'ysa uyat emasmi? Bijir qo'ymang ishiga. Bo'lmasa avtomizga ovozimizga qo'ying bijir. Nima deysiz mana sizni ko'radiganlarga? Buxoro, Toshkent, Buxoro, Vnukova nima gap? Hammasi zo'r, tinch, konkretniy, hech qanaqa ish gap so'z. Proverka qilgan yo'qmi sizni? Ha? Proverka qilgan yo'qmi? Yo'q, proverka qilgan yo'q. Faqat bitta ma'mur reys kechiktirildi. Hech qisi yo'q. Ham yaxshilikka, to'g'rimi? Ha, gitarra aka, yurimiz anasini. Shunday. Hammasi Biz mana sumkalarni topshirib bo'ldik. Mana shu 51 53 stoykadan
ko'pchilik shu yerda qayerga borish bilan adashadi. 18:31 imенно mana shu kirishdan kiramiz va ya'niki biletda yozilgan misol 24-chiqish yo'li. Ichkari kirgandan keyin 24-chiqish yo'lini kutib, topib, shu yerda kutib o'tirish kerak bo'ladi. Mana bu yoqda bilmagan nimagadir ayol politsiya xodimi tekshirmoqda. Yuklaringni to'g'rilab cho'ra qilib kelgan. Mana ichkarida zona kontrol. Bu yoqda hech nimani proverka qilmaydi. Mana shu yergacha kirib olsa bo'ldi. Mana biz ko'rdik, hech kim proverka qilib boshini ortgani yo'q. Bu mana 14-fevralda bo'layotgan holat. Победа aviakompaniyasiga bilet olganlar Samarqandga 128 130-stoykalarda mana qabul qilyapti. Imенно shu Pobedaga bilet olganlar bilinglarki, Pobeda mana shu o'zining kalibratoriga обязательно tiqib ko'rsatadi. Bagajni ham, rushnoyni ham. Shu narsani hisobga olish kerak. Уже mana odam kam qoldi, lekin har safar mana shu yerda kelib ko'ramiz. Ko'pchilik arzimagan ves uchun ham pul to'lashadi. Shuning uchun eng yaxshisi Samonair bilan havo yo'llari. Mana ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkinmi? Pobeda Yutair обязательно shunaqa. Shunga kirish kerak, kalibrator yaxshilab. Kirmasaki o'zini to'lov bor adinlar. Shu hisobga bilet olishda yaxshilab o'ylab olinglar. Samonair O'zbekiston havo yo'llari yaxshigina oziq-ovqat berib qorin to'yg'izadi. Mana yana bitta akamiz qo'yibdi, hozir ko'ramiz nima bo'ladi. Sig'di, значит hammasi okey. Mana ko'rishingiz mumkin, Pobeda aviakompaniyasi birida ham xuddi shunday o'zining kalibratoriga qo'yib, обязательно ko'rsatishingiz kerak. Ma'qul kelsa, undan keyin qabul qiladi. Har bitta odam обязательно rushnoyni ham bagajni ham qo'yish kerak. Sig'madimi, значит qanaqadir summa to'lash kerak. Hozir aytadi, "Uni ham qo'y" deydi. Ikkalasini qo'yish kerak. Tak, sumkachani qo'y. Tuppa to'g'ri mana ko'rsatdi. Biz kichik damiz sumkacha tiqish mumkin emas. Ya'niki ikkalasini ham tiqish kerak. Bu holatga mana nima deysizlar? Shuning uchun o'zimiz aviakompaniyalarga bilet olsalaring, bunaqa narsa вообще ko'rmaganman, yo'q ham. Sig'di bo'layki mana qabul qildi. Xudoga shukr, bitta odam endi 2-3 ming pul kissasi qoldi. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Shuningdek, Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir privilegiya ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz. Qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir privilegiya banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Do'stlar, mana aeroport ichidan kadrlarni sizlarga ko'rsatdim qo'ldan kelgancha. Shu videoni like bosgan xat qo'yinglar, kimgadir foydasi tegadi. Aeroportga kelganlaringda iloji boricha biz ko'rsatgan yo'ldan chiqsalaring, hech qanaqa proyekt bo'lmaydi. O'zim tanishlarim va boshqa bir insonlarni shu yerdan olib chiqdim. Xudoga shukr. Dokument hammasida bor. Yo'q bo'lgan odam bo'lgan taqdirda ham hech qanaqangi problem bo'lmasdi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Videoga like bosgan xat qo'yinglar.